Talib ilmlar uchun eng zo'r uyqu mana shu. Uyquni ikkiga bo'lish kerak. Men sizlarga tajribadan aytaman. Uyquni ikkiga bo'lganda ilmiy jihatdan tasdiqlangan haqiqatan shu. Aqliy mehnat qilgan odamlar aqlni ishlatasiz-ku endi. Ketmoq chopmayapsiz-ku siz. Aqlni ishlatganingizdan keyin u miyaga ko'p yuk tushgandan keyin u charchaydi u. Siz uni charchagandan keyin haligi charchagan eshakni ming urganingiz bilan yurmaydi u. Uni sal dam oldirish kerak, keyin yuradi. Siz kechasi uxlagansiz, mumkin 7 soat, mumkin 8 soat, mumkin 9 soat uxlab olgandirsiz. Lekin 5-6 soat aqliy mehnatdan keyin baribir miya charchaydi. Unga bir dam berish kerak. Ozgina dam bersangiz, u keyin qaytadan yana sizlarni kompyuterchilar tilmayotgan obnovit bo'ladi o'zini. Перезагрузка bo'lib, yangilanib oladi. Undan keyin yana sizni kunning ikkinchi yarmidagi hayotingiz ham faol bo'ladi. Shuning uchun M shaklida bo'lish kerak deydi. Kun. Ertalab turdingiz, nofaolsiz faol bo'lasiz. O'rtada tushlik paytida oldin keyin yana uyqu ozgina 1 soat bo'lsa, keyingi yarim oldingisini singari faol bo'ladi. Agar shu o'rtada dam bo'lmasa, siz peshindan keyin bo'ldi, ayniqsa shomdan keyin uxlaysiz. Shomdan keyin u aql yaxshi ishlamaydi. O'tirasiz kitobni oldida, kitob olib, kallangizga kirmaydi.